Uçuş başlanadi. Aqlga ehtiyoj bor yerda kuchning bak foydasi bo'lmaydi. Herdod. Navoiyga polshaliklar orasida rivoyatga aylangan yosh bir qiz bo'lib, 15-asrda yashagan edi. U ba'zilarning qarashicha bir shaharlik hukumat boshlig'ining, yana ba'zilarning aytishicha bo'lsa, bir maktab mudirining qizi edi. Navoiyga Yevropada universitet eshiklarining ayollar uchun ochib etilishidan bir qancha asr ilgari aranchi yasinib, Anderzich degan ism bilan Krakow universitetiga tizim oldirgan va 2 yil o'qishni davomlashtirgan edi. Navoiyning qiz ekanligining tasodifiy oshkorlanib qolishidan keyin xalq uni jodugar deb daryoga g'arq qilib o'ldirib etmoqchi bo'ldi. Bir rohib tarafidan qutqizib olingan Navoiyga sotlandi. Sot bo'lsa, uning jazo berishga sabab bo'lgudek muvofiq bir gunohni bekitolmadi. Navoiyga uningdan keyin hayotini monastirda o'tkazdi. Halbuki Navoiyga aranchi yasinib kirgan universitetning mavjud bo'lib turishi asosan ayollarning tirishchanligini orqa ko'rinish qiladi. 1364-yili Krakow universitetini qo'llash uchun Xanish Yadviga zibu-zinnatlardan tortib hamma narsalarni bergan edi. Uningdan boshqa saroy va nupuzli oilalardagi nurg'un ayollarmi bu universitetga yordam qilgan edi. Lekin ayollarning qurilishiga kuch chiqargan bir universitetga kira olishi uchun bir qancha asrning o'tishiga to'g'ri keldi. Asrlar kelib ketdi. 19-asrdagi qo'zg'olon ko'tarish tashabbuslari erlarning, xususan siyosiy jihatda faol harakat qiladigan erlarning ko'p qismining o'lib ketishi yoki surgun qilinishi bilan oxirlashdi. Shuning bilan mayli oilaning turmushini qamdash, kundalik hayotning mashg'ulotlari, mayli Polsha kulturining muhofazat qilinishidek uzun muddatli kurashda bo'lsin, yukning ko'p qismi ayollarning yelkasiga tushdi. Ayollar o'zlarini kutib turayotgan vazifalarga intayin astoydillik va jasorat bilan tutish qildi. Bo'libmi ma'rif sohasidagi asrlar bo'yicha davomlashgan ejirqashqa xotima bermoqchi bo'layotgandekla tirishchanlik ko'rsatdi. Universitetgacha bo'lgan ma'rif bosqichlarining hammasida ayollar erlardan qilishmag'idek darajada o'rin oladi. Lekin buningdan keyingi jarayon uchun fursatlari yo'q edi va u fursatlarni o'zlari yaratish kerak edi. Yanvar qo'zg'oloni yuz berib, oradan 20 yil o'tmay turibla Yadviga Shichanska Davidov ismli yosh bir ayol oliy ma'rif tarbiyasi elish uchun intilayotgan jinsdoshlarining talabini qondiradigan bir formula bilan o'ttirg'i chiqdi. Bu formula ayollar uchun ochiladigan bir yer osti akademiyasidan iborat edi. 1882-yili 200 dak polshalik yosh qiz o'zlarini qo'llab quvvatlagan kishilarning uylarida yoshirincha yig'ilishga boshladi. Bu maxfiy yig'ilishlarda Varshavaning danglik ilm ahlilari, falsafachilari va tarixchilari dars o'tadi. Davdova alohida zirak va favqulodda jasoratli bo'lib, bu keng doiralarning faoliyatini rus saqchilariga tutilib qolmasdan elib berishiga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-mu, ruslarning bu maydonni bo'sh tashlab qo'yishga ra'yi yo'q edi. Taxminan 1 yilga yaqin vaqt ichida yerosti akademiyaning o'qituvchilarining ko'p sonligi Varshavadan ketishga majbur bo'ldi. Bu besimlarning polshalik ayollardan olgan javobi bo'lsa, ochiq oshkora holda do'yil e'lon qilishdan boshqa narsa emas edi. Yerosti akademiyasiga bo'lgan talab shunchalik kuchli ediki, 1883-yili fakultetlari, sinflari, darslik materiallari, muhokama yig'inlari,
imtihonlari va diplomlar bilan asosan hamma narsa to'liq bir universitetga aylandi. Qorosi, zimini, binosi bo'lmagan rus saqchilarining qo'liga tushib qolmaslik uchun uydan uyga uchib yurgan bu universitetning ismi Uchar universitet bo'ldi. Uchadigan universitetning kurslari matematikadan dehqonlikgacha, falsafadan adabiyotgacha bo'lgan nihoyat keng sahani o'z ichiga oladi. Va bularning har biri uchun haftada 2 soat dars o'tiladi. Sınıf qilingan uylarning ba'zilari faqat sinfli emas, ayni vaqtda tajribaxona funksiyasini ado qila oladigan shaklda tartibga solinadi. İmkoniyati yer beradigan o'quvchilardan simvol xarakterlik haq elinadi. O'qituvchilarga simvol xarakterlik dars haqqi beriladi. 6 yillik ta'lim-tarbiya musobaqasidan keyin o'quvchilarga diplom tarqatiladi. Uchar universitet faqat qizlarni o'qitishni nishon qilgan bir ma'rif tashkiloti emas edi. Lekin o'quvchilarning ko'p sonliqini qizlar tashkil qiladi. 1889-1890 o'qitish yilida Uchar universitetga tizimlatgan o'quvchi soni 1000 ga yetdi. Sinflarmi uylarga sig'maydigan holatga yetgan edi. Darslarning ko'pinchisi bu faoliyatni qo'llab-quvvatlagan jamiyatlarning zallarida albatta yana maxfiy holatda o'tilishga boshladi. 1875-yili Polshaning eng boy savdo sanoatchi va yer mulk egalari tomonidan yezi egilik va sanoatning ilmiy yo'sinda taraqqiy qilishiga tuhfa qo'shish maqsadida qurilgan sanoat va dehqonchilik muzeyi mazkur o'rinlarning biri edi. Ve Uchar universitetining ba'zi sinflari mushu muzeyda to'planadi. Muzey Uchar universitetga faqat sinflarni ochib berish bilan qolmadi. Polshalik dangli ximiyachi Napoleon Miltserning nazoratchiligi ostida bir ximiya tajribaxonasi qurib, universitetning xizmatiga sunildi. Sınıflarning bir yerga jam bo'lishidagi qiyinchiliklar nihoyat tabiiy holda o'qituvchidan bakrak kitobga diqqatni markazlashtirish majburiyatini paydo qildi. Qonunli universitetlarga o'xshamaydigan tarafi bu yerda o'quvchilar o'qituvchilardan oz narsa kutib, nuqtali holda o'zining tirishchanligiga tayanishga majbur edi. Buning mahsuli sifatida ensiklopediya turidagi darslik kitoblar modeli o'ttirg'i chiqdi. Bular bir qarashqa o'zligidan o'rganish kitoblari edi. Dars temasiga aloqador ensiklopedik ma'lumotlar bilan birga temani qanday muzokara qilish kerakligiga doir ko'rsatmalar va u temaga qo'shimcha qilib murojaat qilishga bo'lgan manbalarning tizimligimi mazkur kitoblarda bor edi. Bu kitoblarni Varshavadagi uylarning ko'pinchisidan tepish mumkin edi. Özlikidan o'rganish faoliyatlarining bir moda holatida xalqning butkul qatlamlarini o'z ichiga elishida mazkur darslik kitoblarning nihoyat zo'r tuhfasi bor edi. Uchar universitet polshaliklar ruslar bilan germanlarning Polsha kulturini umumyuzlik tarixdan o'chirib tashlash urinishlariga qarshi kollektiv tuyg'u bilan yezib chiqqan bir dastonga aylandi. Bu uzun, to'limi uzun bir kurash edi. Ruslar yoki germanlarning ko'zidan qaraganda bundoq bir kurashning tushuniksiz taraflari yo'q edi. Uzun mezgillik siyosatlar davlatning imkoniyatlaridan foydalangan holda bir markazda planlanib ijro qilinadi. Polsha xalqining bir butun holatda mushundoq uzun va mushaqqatli yo'lni tanlashi, shundaqla uzun yillar bo'yicha astoydillik bilan amaliylashtirilishi bo'lsa, tarixda nihoyat oz uchraydigan bir milliy mujodalaning ulgusini tashkil qilgan edi. Ruslar bilan germanlar Polsha tarixini va kulturini bir butun holatda bir millatdan burungi davrga dafn qilib, uningga doir hech qanday iz qoldirmaslikka tirishayotgan bo'lsa, polshaliklarmi o'z kelajaklarini bir gavda holatida ilmga,
kültürge va san'atga ega bo'lishda va bu qimmat qarashlarni badilining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar muhofazat qilib qo'g'dashda deb qaraydi. Bu yo'lda o'zlarini kutayotgan mushaqqat va xavflardan hech kim bexabar emas edi. Shundaqla ularning hech biri qisqa vaqt ichida parlaq natijalarning qo'lga keltirilganligini kutmaydi. Ular matematikaning, fizikaning, biologiyaning, tarixning, falsafaning, adabiyotning, naqshi muzikaning eng injiq tafsilotlari bilan yillar bo'yicha mashg'ul bo'ladi. Va bir qancha quruq ma'lumotga ega bo'lish uchun oqshomlari uydan uyga uchadi. İlim ögüniş yoki ögütish asnosida tutilib qolishning, qiyin qistoqqa elinish, turmaga solinish yoki Sibiriyaga surgun qilinishdek to'laydigan badallar bor edi. Polshalik yoshlar bu badallarni to'lisimi ko'zlagan go'zal kunlarni o'zlarining hayotligida ko'rolmaydiganligini biladi. Aslida ular bu anga ega bo'lgan chig'dila o'limsizlikni va yengilmas kuchni qo'lga keltirgan edi.